Real Madrid 2-1 hisobida Rayo Vallecano ustidan g'alaba qozondi. Bu natija turnir jadvaldagi holatni saqlab qoldi xolos. Ammo o'yinning o'zi jiddiy savollarni o'rtaga tashladi. Barchaga assalomu alaykum. Tezkor xabar kanaliga xush kelibsiz. Real Madridning so'nggi bir necha o'yinlari jamoani bu mavsumdagi muammolarini aniq 100% ochib berdi. Bugun men aynan shu muammolarga batafsil to'xtalmoqchiman. Ularga yechim bormi yoki yo'qmi? Real Madrid Yevropa Chempionlar Ligasi play-offdagi ilk o'yinidagi imkoniyatlari qanday? To'liq tahlil qilamiz. Do'stlar, videoga like bosib, ekranni katta qilib oling. Dasturimiz boshlandi. Eng katta yo'qotish Jude Bellinghamning jarohati. Bu alohida bir o'yin emas, balki mavsum davomiyligi uchun juda katta xavf. Ikkinchi va eng xavotirli jihat. Real Madridning o'yinida deyarli hech qanday aniq futbol ko'ra olmadik. Rayoga qarshi urilgan birinchi gol ham kombinatsiya yoki taktika mahsuli emas, balki Vinicius Juniorning sof individual mahorati evaziga keldi. Aslida bu yaxshi emas, yomon holat. Sababi hozirda Arbeloa o'zi futbolchilarga moslashishga harakat qilyapti. Biroq moslashuvchanlikning o'zi yetarli emas. Agar bu moslashuvchanlik maydonda aniq struktura, taktik gollar va ishlaydigan reja bermasa, unda futbolchilar ham murabbiy moslashgani kabi murabbiyga moslashmaydi. Aksincha, vaqt o'tgani sari futbolchilar murabbiy aytganini qilmaslikka o'rganib boradi. Alvaro Arbeloa tog'a aytganimni qilib Dani Cebalosni maydonga tushirdi. Rahmat. Bundan oldingi dasturimni ko'rganmila deyman. Bu qarorning o'zi mantiqli. Cebalos qaytishi kerak bo'lgan futbolchi. Bu majburiy qaytish edi. Buning aniq sababini bundan oldingi dasturimizda tushuntirib o'tganmiz. Albatta, ko'rmagan bo'lsangiz bu videoni tomosha qilib bo'lib o'tib, videoni ham tomosha qilsangiz bo'ladi. Ammo muammo futbolchida emas edi. Muammo yana taktikada bo'ldi. Real Madrid Rayoga qarshi birorta ishlaydigan rejani ko'rsata olmadi. O'yin taqdiri qo'shimcha 10 daqiqa va yakunda ishlanilgan omadli penalti hal qildi. Natijada Rayo zo'rg'a mag'lub etildi. Bu oson g'alaba emas, aksincha, juda og'ir, juda qimmatga tushgan g'alaba bo'ldi. Aynan shu o'yindan asosiy xulosa shuki, murabbiy futbolchilarga moslashishi mumkin. Biroq faqatgina ishlaydigan taktikagina futbolchilarni murabbiyga ishontiradi. Aks holda bu jarayon bitta tomonga ishlaydi. Intizom yo'qoladi, ishonch yo'qoladi va murabbiy ustidan nazorat yanada kuchayadi. Yetmaganiga Rayoni turnir jadvaldagi ahvoliga qarang. Noqulay raqib deyishingiz mumkin, biroq Real Madrid bu tarkibi bilan faqat qulay raqiblarnigina yutib jon saqlaydigan jamoa bo'lishi kerak emas. Noqulay raqib deganda Benficaga qarshi o'yin endi nima bo'ladi? Real Madrid play-offni birinchi o'yinini yana o'sha o'ziga noqulay bo'lgan Benficaga qarshi o'tkazadi. Xo'sh, Real Madrid bu o'yinda nimani o'zgartirsagina g'olib bo'la oladi? Jude bu o'yinni jarohati sababli o'tkazib yuboradi deyishyapti. Endi asosiy nuqtadan boshlayman, chunki yashirin detal shu yerda bor. Qo'shimcha daqiqalarning so'nggi lahzalarida Benfica darvozaboni Anatoliy Trubin Realga qarshi tarixiy gol urgan o'sha epizod. O'yindan keyin hamma bir narsani payqadi. Na Vinicius, na Mbappe jarima maydoniga qaytib himoyachilarga yordam bermadi. Va biz mutlaqo g'alati bir manzarani guvohi bo'ldik. Asensio va Rodrigo qizil kartochka olib maydondan chetlatilgan. 9 kishi bo'lib qolgan Real Madrid o'z jarima maydonida 5 kishi bo'lib 8 futbolchiga qarshi himoyalanayotgan edi. Bu holatga hamma har xil fikr bildirdi. Munosabatlar turlicha. Darvozabon oldinga chiqib ketganida qarshi hujum ehtimoli uchun kamida bitta futbolchini oldinda qoldirish kerakligini tushunaman. Bu 100% mantiqli. Realga ham gol havodagi zarur edi. Lekin nega ikki futbolchi bir vaqtning o'zida o'sha odam men bo'lishim kerak degan qarorni qildi? Bu mavzu haqida gaplashish vaqti kelgandek. Vinicius va Mbappe individual olinadigan o'sha oltin to'p ambitsiyalarini unutishi kerak. Chunki futbolni shaxslar emas, jamoalar yutadi. Usmon Dembele oltin to'pni qanday yutdi? Bu jamoaviy mehnatning natijasi edi. Dembele nafaqat hujumdagi yulduz, balki jamoa uchun muhim futbolchi ham bo'la oldi. Kalit nuqta aynan shu. Mana shu ikki futbolchida liderlik uchun bo'lmasa-da, ikkalasi o'rtasida oltin to'p uchun kurash bordik. Ikkalasi ham kuchli futbolchidir, balki, lekin nega bir mavzuda ikkalasi aniq kelisha olmaydi? Darvozabon yo'q darvozaga bitta futbolchi bemalol gol ura olardi.
Bu ikkala futbolchi bir bo'lib olib, kimnidir aldab o'tmoqchi bo'ldimi, qandaydir kombinatsiya tuzmoqchi bo'ldimi? Bu ikkala futbolchi ham o'ta tezkorligi sababli bittasini o'zi oldinga uzatilgan to'pga bemalol yetib olardi. Xo'p, dunyoning kuchli futbol ekspertlari Real Madridning muammolari nimada ekanligiga qanday munosabat bildirishmoqda? Ular muammoni qanday ko'rishyapti? El Chiringuito TV'da shunday fikr bildirildi. Bu men uchun juda ham qayg'uli tun. Chunki ichimdan bu mavsum ushbu kiyinish xonasiga ishonishni to'xtatishimiz kerak deb his qila boshlayapman, dedi dastur ham mualliflaridan biri Jose Pedrero. Bu jamoada futbol yo'q, umuman hech narsa o'ynalayotgani yo'q, deydi jurnalist Edu Aguirre va ayniqsa murabbiyga ham e'tibor qaratdi. Balki Xabi Alonso mukammal variant bo'lmagandir, lekin Arbeloa tajribasini hisobga olsak, uning tayyorgarligiga ham ishonchim komil emas. Bu tahlilchining fikriga ko'ra, hozirgi Real Madrid va eski versiyalari o'rtasidagi asosiy farq shundaki, avvallari futbolchilarda xarizma, xarakter, jasorat bo'lgan. Ular yetakchi bo'lib hal qiluvchi pallalarda to'pni talab qilishardi. Hozir esa jamoa bo'shashib qolgandek ko'rinyapti va bizni aldashmayaptimi? Ularning ochligi qoldimi o'zi degan savollarni bermoqda. Barcha futbolchilar qoralanayotgan paytida Mbappe haqida keskin fikrlar kam. Mbappe yetakchi. Uning 36 ta goli bor. Mas'uliyatni faqat u oladi. Maydonda mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan yagona futbolchi u. Ammo boshqalar buni qilmayapti. Men Chempionlar Ligasi o'yinlarida ko'zlarda o'sha qonni ko'rmayapman, deya xulosa qilishmoqda. Shu bilan birga shunga qarshi fikrni ham topa oldik. Real Madridning sobiq futbolchisi Miatoch Mbappeni yetakchi deb hisoblamadi va uning fikri ham eshitishga arzigulik. Shu bilan birga Kylianning o'zi ham Lissabondagi kurashda jamoasining o'yini haqida fikr bildirgandi. Bu sifat masalasi emas, taktika ham emas. Bu istak masalasi. Hattoki Mbappening o'zi ham jamoa ruhan tayyor emasligini, o'zlariga va muxlislarga nisbatan hurmatsizlik bo'lganligini ko'rdi. Miatoch to'g'ridan to'g'ri futbolchilarni aybladi. Men darhol aqlliroq, tezroq va ochroq raqibni ko'rdim. Endi savol tug'iladi. Buni murabbiy tuzata oladimi? Prezident menimcha aybdor emas. Florentinoning taktikasi yillar davomida ishlab kelmoqda. Perez haqida alohida videorolik tayyorlasa bo'ladi. Buni ustida ishlayapmiz ham. Hozirda futbolchilar uyg'onib, qanday qilib yaxshiroq bo'lish mumkinligini o'zlaridan so'rashi kerak. Yana bir muhim vaziyat Arda Gullerni almashtirilishi va uning reaksiyasi. Turk yarim himoyachisi hissiyot bilan zaxira tomon ketdi. Nega har doim men? Deydi futbolchi. Ochig'i bu menga yoqmadi. Ardaning ranjishini tushunaman. U ancha rivojlandi va ayrim muxlislar hozirgi darajasi bu mavsumda hattoki Bellinghamdan ham yuqori deyishmoqda. Bu mantiqan to'g'ri, lekin 20 yoshli futbolchi shunday tutum ko'rsata boshlasa, biz qanday qilib kiyinish xonasi nazorati haqida gapira olamiz? 20 yoshli bola murabbiyga baqiryapti va bu bizni to'g'ridan to'g'ri Alvaro Arbeloaga olib keladi. Kuchli startga qaramay, Levante, Monaco va Villarreal ustidan g'alaba qozonilganidan keyin yangi murabbiy tobora klassik yes-menga aylanib boryapti. Go'yo jamoani Arbeloa emas, jamoa Arbeloani boshqarayotgandek. Bu jamoa haqiqiy kollektivdan ko'ra ko'proq ultimate teamga o'xshaydi. Muxlislar aytganidek, ehtimol yagona haqiqiy yetakchi bu Thibaut Courtois. Kiyinish xonasidagi erkatoy bolalari ichida yagona katta odam. Va o'yindan keyingi holat buni isbotladi. Yakuniy hushtakdan so'ng ayrim futbolchilar tunnelga qochib ketdi. Tan olib aytish kerak, avvallari jamoada Ramos, Benzema, Kroos, Modric kabi klub ramzi uchun jon bera oladigan darajadagi fidokor klubni obro'yini himoya qiladigan futbolchilar bor edi. Hozir esa bunday yetuk futbolchilardan kim bor? Yulduz bo'lgani uchun himoyaga qaytmaydigan ikki futbolchimi? Nega har doim men deb baqiradigan 20 yoshli bolakaymi? Mag'lubiyatdan keyin tunnelga qochib ketadigan futbolchilarmi? Bu taktika emas, bu tizim emas, bu balki kiyinish xonasining tashxisi xolos. Real Madrid Ramos, Ronaldo, Kroos, Modricni klubdan ketkizib yuborganidan keyin ularning o'rni hali ham yopilmagandek. Madrid har doim iyerarxiya asosida qurilgan.
Gerb uchun har qanday ism va egodan kattaroq degan tamoyil bilan yashaydi. Bu Realni aynan shu Real qiladigan tamoyil gap bo'lishi mumkin emas. E'tiroz yo'q. Agar bu iyerarxiya tiklanmasa, Arbeloq hikoyasi faqatgina yomonlashadi. Lissabonda murabbiy va sardor qilish kerak bo'lgan ishni Kurtva qilib yurishi bu ahmoqona vaziyat. Nega? Sababi bitta darvozabon bitta klub bo'la olmaydi. Shunday qilib Real Madrid chorrahada turibdi. Muammolar yechimi ham aniq. Jamoa intizom, himoyada barqarorlik, oltin to'pga umuman kurashmaslik, jamoani ruhiyatini ushlay bila oladigan klub uchun jon berish darajasidagi sarkarda futbolchilar ruhiyati, murabbiyga bo'ysunish, Monakaga qarshi o'yin kabi aniq maqsad bilan aniq taktika asosida futbol ko'rsatish, yuqori pressing bo'lsagina Real Madrid haqiqatan ham qayta oladi. Yoki biz yana o'sha bir mavsumni qayta va qayta ko'ramiz. Katta ismlar, chiroyli posterlar va yakunda tunnelga yugurib qochib ketayotgan futbolchilar. Madridchilar, meni gaplarimni og'ir qabul qilmang. Bu Real Madridni yechishi kerak bo'lgan muammolar. Shu aniq ko'rinib turgan muammolarni yechsagina Real Madrid katta sovrinlarni bu mavsum qo'lga kirita oladi. Hali hech narsa yo'qotilgani yo'q. Men jamoaga nisbatan optimistik fikr bildiraman. Real Madrid men ko'rgan muammolarni ko'rib turibdi va shularni yechadi va Benficaga qarshi o'yinda 70% ehtimol bilan Real keyingi bosqichga o'tadi deb umid qilaman. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing. Qolaversa, eng birinchi ma'lumotlar, eng tezkor reaksiyalar, rasmiy xabarlarni birinchi bo'lib Telegram kanalimizga joylab boramiz. Telegram kanalga linkni kommentariyaga biriktirib qo'ydim. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Agar YouTube'ga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, YouTube'ga ham obuna bo'ling. Do'stlar, sizningcha Real Madridni bu mavsumdagi muammolar nimadan iborat? Bu borada sizning fikringiz qanday? Izohga yozing. Qolaversa, bu mavsumda Qirollik klubi qanday sovrin yuta oladi deb hisoblaysiz? Bu borada ham fikringiz juda qiziq. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyat ila ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.